Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan O'rta Osiyo davlatlarining siyosiy ahvoli haqida gaplashamiz. Markaziy Osiyo davlatlarining xalqaro siyosatdagi ahvoli hozirgi kunda quyidagicha holatda qolmoqda. Qozog'iston Xitoyga berib ulgurmagan mineral boyliklari, strategik ahamiyatga ega volfram, uran kabi noyob metallarni AQShga o'tkazib berishga va'da qilmoqda. O'zbekiston esa AQSh bilan yaqinlashish evaziga hatto o'zida keragidan ortiqcha bo'lgan paxta xomashiyosini ham AQShdan keng ko'lamda sotib olishga rozilik berdi. Tasavvur qilyapsizmi O'zbekiston paxta sotib olishini? Bundan tashqari 8,5 milliard dollarga 22 dona samolyot va juda katta miqdorda qishloq xo'jaligi texnikalarini yuqori baholarda xarid qilishga kelishib oldi. Bu davlatlar Rossiya bo'shatib borayotgan iqtisodiy bo'shliqlarning katta qismini Xitoy va AQSh kabi yirik davlatlar investitsiyasi bilan to'ldirib boryapti. Xitoy ham mamlakatlarimizga qo'shma korxonalar ochish, investitsiya kiritish va xaridlar orqali kirib kelmoqda. Yetakchi davlatlar bir-birlari bilan yuzma-yuz urushmaydi. Ular bir-birining ta'siridagi qoloq davlatlarni tortib olish maqsadida o'sha davlat hududida bilvosita to'qnashadi. Hozirda O'rta Osiyo va Qozog'iston davlatlari AQSh, Xitoy va Rossiya o'rtasida kurash maydoniga aylanib qoldi. Biz esa ularning har biri taklif qilayotgan manfaatlardan xursand bo'lib, xavfsizlik masalasida o'ta befarq bo'lyapmiz. Bu juda xavfli, xatarli pozitsiya, strategiya. AQSh O'zbekiston va Qozog'istonni tanlab, Qirg'izistonni Rossiya ta'siri ostida qoldirmoqchi. Shunda mamlakatlar mentaliteti, yashash tarzi va madaniyati turlicha bo'lib, tabiiy ravishda bir-biridan uzoqlashib boradi. Xuddi koreys xalqlari kabi. Agar bu taxmin to'g'ri bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi chegaralar yanada kuchayadi. Chunki xalqaro siyosat ularning birlashishi yoki mustaqil siyosiy tashkilot tuzishiga yo'l bermaydi. AQShning maqsadi Markaziy Osiyoni Xitoy ekspansiyasidan himoya qilish va mintaqa ustidan o'z ta'sirini mustahkamlash. Shu orqali Xitoyning Markaziy Osiyo tomon kengayishining oldini olmoqchi. Rossiya hozir AQSh uchun katta raqib yoki xatar emas. AQSh Rossiyadan bilvosita Xitoyga qarshi ittifoqchi sifatida foydalanmoqchi. Buning uchun Rossiya bilan Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari to'qnashishi kerak. Balki shu bois AQSh Rossiya bilan Ukraina masalasida muayyan kelishuvga erishgan bo'lishi ham mumkin. Chunki AQSh Rossiyaning urushda deyarli g'olib sifatida chiqishiga bilvosita yordam bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlari juda xavfli vaziyatda turibdi. Mintaqani talashayotgan davlatlar bizning boyliklarimizni talashib, ustimizda o'zaro raqobat qilishmoqda. Ular har biri imkoni boricha bizga bosim o'tkazadi. Ikkinchi va uchinchi tomonlar esa bizga yordam bermaydi. Xuddi Ukraina misolidagi kabi biz ham o'z holimizga tashlab qo'yilishimiz mumkin. Unutmaylik, manfaat asosida qurilgan kapitalistik tizim va xalqaro qonunlar yetakchi davlatlar manfaatiga xizmat qiladi. Ular bizning xom ashyolarimizni o'zlashtirish, yerlarimizga egalik qilish uchun xalqaro qonunlar orqali bizni o'z yurtimizdagi xom ashyoni qayta ishlay olmaydigan agrar holatda ushlab turishga harakat qiladi. Sizlar bilan Oybek Islomov bo'ldi.